Abdulaziz aka bormaganda. Salomat bo'ling, charchamayapsizlarmi? Hozirgi manzilimiz biz tushuntirib yuboring. Qayerlarga xizmat ko'rsatasizlar, so'rashyapti obunachilar. Hozirda ishlayotgan manzilimiz, orientirimiz Toshkent shahar, Sergeli, o'sha Uzumzor ko'chasi, nechinchi ekan bilmaymiz to'g'risi, Uzumzor ko'chasi 2-xonadondamiz. Endi xizmatlarda umumiy olib qaraganda butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlar ko'rsatiladi. Qoraqalpog'istonmi, O'zbekistonmi, farqi yo'q. Har bir hududda, har bir viloyatda, Tojikiston, qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Qozog'iston qo'shni respublikalarga chiqishga sharoitimiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 8 ga 3 metr bo'lgan joyga nima-nimalar qurildi? Mana shular haqida batafsil yorishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi boshlanishda mo'yka boshlangan. Keyin bitta qozonimiz, ko'ryapsizlar-a? Bitta 105 litrli qozon bo'lgan. Endi bir ajoyib, chiroyli qilib, qulayligi bir boshqacha qilib mangal qilganmiz. Yaqinroq keling. Ko'ryapsizlar-a? Chiroyli qilib mangal qilganmiz. Xohlagancha xohlagan razmerga qo'yib, voy, manta pishirmaysizlar, yaqinlashtirib oldim. Xo'p, mangalimiz ham mana shu holatda ichidagi kafelni eslatib qo'yamiz. Mana bunisi glansli, oddiy 30 ga 80 razmerda bo'lgan kafelimiz, ichkaridagi kalyoniy varianti. O'sha keramik grind bo'lgan 120 ga 60 razmerda. Sababi kalyonni qo'yganimiz o't yoqqanda orcha urini boshqa nima deydi, noqulayliklar yuzaga kelmasligi uchun shunaqa narsalar qilinyapti. Yonda bu nima? Bu stol deymizda, mana tandirda hali kuyib ketib qolgan nonlar mana qasagina faqat otib qo'yadi. Xo'p, tandirda qo'yganmiz. Tandirda bitirib, mazakasini bosib, hammasini chiroyli qilib, lensichkalar nima deyapti? Voy, mana yaltiraganlar. Mana bu ko'rayotganlaring bu gaz yoqishadigan gaz yoqiladi. Hammasi montajlar qilinib, ko'ryapsizlar. Kranni qo'yib qo'yib, tayyorlab qo'yganmiz. Garilga o'rnashtirsa bo'ldi. Endi tandirimiz asosan xonadonlarda 16 talik, 18 talik. Bundan kichigi 12 talikdan 14 talikgacha bo'ladi. Xo'p, eng katta tandirlarda ustunovka qilib berishimiz ham mumkin. Endi buni yetkazib kelishimiz, hozirgi holatimiz, turgan joyimiz Toshkent shahar, Sergelidamiz. O'sha Uzumzor mahallasida o'qidik. Farg'onadan chaqirganmiz, ya'ni o'zimiz Rishtondan tandirchilarni, chiroyli, ishonarli tandirlarni chaqirganmiz-da. Endi nima-nimalarda asosan gapirib o'tishimiz kerak. Juda ko'pchilik obunachilarimiz so'rayib turgan narsalar. Usta agnoporni olaymi, oddiy g'isht olaymi? Oddiy g'isht bo'laveradi. Hech qanaqa bitta bir qanaqadir qimmatroq detal ishlatilgani yo'q. Ko'ryapsizlar-a? Hammasi qo'yib, eshiklar chiroyli ustunovka qilib, kreskalab qo'yganmiz. Ichkarisini ham bitta ko'rsatib yuboring, nima-nimalar qilingan. Ko'ryapsizlar-a? Bu safar o'tinda yoqmadik. Har safar o'zi tuyagalar qanaqa bo'lyapti, tortinda masalasi nima muammo bo'ladi. Hammasini batafsil yoritib boryapmiz. Endi doimgidek ishlaydigan bitta kichkina qozonimiz. Bu qozonni nimaga qo'yamiz ko'pincha? Bu qozon asosan xo'jalik uchun. Mana bu katta qozonlar faqat izdihomlar, qanaqadir marosim, tadbirlar o'tkazish uchun bo'ladi. Endi bitta qozon qo'yishimiz sababi Toshkent shahar, Toshkent viloyati ichida asosan bitta ikkita qozon bo'ladi. Ko'p qozon qo'yilmaydi. Bitta mana mo'ykani qaranglar, voy. Bir boshqacha mazza qilasizlar bari odam, to'g'rimi? Kafellar yopishtirilib, hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yganmiz. Xizmat haqqimizga keladigan bo'lsak, xizmat haqqimiz bitta qozonimiz, ikkita qozonimiz, bitta tandir, bitta mangal, bitta mo'ykamiz. Endi orasida mana robot stollar yoyib tashlaganmiz. Xizmat haqqimiz bor yo'q 10 million so'mga bo'lgan. Sizlar bilan bu narsani alohida yana gaplashib qilamiz. Narx-navoni gapirmayapsiz deyotgan hamyurtlarga-da kommentariyada qimmat deyotgan hamyurtlarimiz ham bor, obunachilarimiz. Shular yaxshilab eslatib qo'yamiz. Qimmat emas. Bu ishni to mana shu holatga olib kelgangacha necha kun vaqt ketadi. Yana mana shu o'zini oladigan bo'lsak, mana shu o'zida mana bugun 10-kunimiz, 10 kunda mana shu holatga keldi. Aslida ikkita o'choq, bitta mangal bilan, bitta mo'yka tandir bilan 10 kun vaqt ketadi. Конечно ketadi, albatta. Sababi haligi tapir-tupir, chotiga tupir ishni bitirmas. Birinchi o'rinda sifat kerak, ikkinchi o'rinda xonadon egalari bundan bardom foydalanish uchun taqodirroq mustahkam qilish kerak. Shuning uchun vaqt ko'proq ketadi. Xo'p, endi bir narsani eslatib qo'yamiz. Narx-navoni aytdik, 10 million so'm bo'lgandi. Endi Toshkent shahar va Toshkent viloyatlari uchun narx-navoni iltimos so'ramanglar. Sababini aytib qo'ying. Narx-navo
ba'zi bir joyda balandlashib ketib qolyapti. Shuning uchun biz aytgan narxdan 3 barobar narx baland ko'p ketib qolyapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz. Narx-navo o'choq qozonlarimizga qancha ketadi? Xizmat haqini aytishim mumkin. Qancha ketishini aytolmayman. To'g'risi, narx-navo vodiyda boshqa, vohada boshqa, poytaxtda boshqa bo'lib qolyapti. Xo'p, endi obunachilar sizlarga yaxshi narsa aytib qo'ying. Iltimosimiz qabul bo'laveradi, xudo xolasa. Biz kelib, ko'rib, qilishni boshlaganimizda juda ko'p telefon bo'lyapti, zakaz olyapmiz. Zakaz olingandan keyin juda ko'p joyda kutish ko'p bo'lib qolyapti. Juda ko'pchilik usta qachon kelasiz, nima bo'ldi, ishlar yakunlandi. Xudo xolasa hamma ishimiz, Allohga shukr, ishimiz yaxshigina bor. Qator-qator bo'lib ketyapti. Faqat navbat bilan bo'ladi. Shuni qat'iyan eslatib qo'yaman. Deylik, mana Toshkentda o'zi 10 kun bo'lgan bo'lsak, orada bir kun yana dam olinadi, shu bilan yana ishga to'xtovsiz. Endi biz odam deydi-ku, xuddi shundayda dam olish kerak bir kun. Endi bu narsalarni hammasini tushuntirdik. Endi yana nima qoldi? Endi qolayotgan narsalari mana Azbus Turbani yana kecha kommentariyada o'qib qoldim. Men o'zim Telegramga yozishdi, Azbus Turba otib yuboradi. Hurmatli obunachilar, hamyurtlar. Bu Azbus Turbalar qachonki suvni ichiga qo'yasiz, suvni ichiga qo'ygandan keyin to'lib suvni yutib oladi. Namgarchi o'ta kuchli bo'lganda, mana shu bitta qo'yamiz, ovqat qilyapsiz, dang'aramaymiz, sho'rvangiz atalaga aylanib ketib qoladi. Xuddi shu holat bo'ladi. Endi bu Azbus Turba yangi sotib olingan. Hech qanaqa muammosi yo'q. Keyin ba'zi ustakalarimiz qo'yishib ketyapti, temir turba qo'ymanglar iltimos sizlardan. Xonadonni egasiga juda katta zarar bo'lib qoladi. O'zlariga minus bo'lib ketishi juda ham katta ehtimol bu narsa. Endi oyoq tagini ham bitta ko'rsatib qo'yasiz, oyoq tagini ham kafelni bosib, voy chiroyli qilib, nima deyapti? 30 ga 60lik. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib, endi kafeldan bosib tashlaylik deb bir bosib mazza qilib ishlarlikda. Mo'ykan taglarni ko'rsatamiz. Taglar ochiq qoladi. Sabab tagida sifon bor, ertaga ekstremniy holat bor. Bir narsa bo'lishi mumkin. Mangal tagini ham ochiq qoldirdik. Balki qozon yoki tandir hech narsa tiqishtirmadik. Sababi kattaroq qanaqadir joy bo'lsin deyishdi. Tandir ko'ryapsizlar-a? Bizlarning qishloqda ko'pchilik tandir tagi tovuq baqardik. Bu tovuq baqadigan joy emas. O'tin solamiz, o'tin. Ko'ryapsizlar, obunachilar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esdan tushmasin. Videoni hammaga tashlab qo'yamiz, iloji boricha like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan tushmasin. Chiroyli izohlarni yozaverasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi manzilimizga yana to'xtovsiz videolar chiqarish boshlaymiz. Instagramda ham, YouTube'da ham kanalimiz bor. Xo'p, YouTube'da Mangalchi bola nomidan chiqqanmiz. Muallifi o'zim. Obuna bo'lib qo'ysanglar kam bo'lmaysizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Obunachilar, bir gap chetda qolib ketib qolibdi. Xona egalari, hoji akamiz, mana shu narsani qilganimizgacha, hamma narsani tayyorlaganimizgacha, kelganimizgacha ham kutishib qoldi. Keldik, do'govorni qildik. Xudo xolasa hoji aka, ishlar ma'qulmi sizga? İşlariz endi maqtovga sazovor. Rahmat. Ko'p maqtasam o'zingizdan ketib qolasiz deb Rahmat. Lekin hurmatli do'stlar, haqiqatan ishlariga men tasanno aytaman. Har qanday ustani ham qo'ldan kelmaydi. Bular odamni o'ziga ko'rgaz olib bo'lish kerak-da, o'ziga dunyo qarash bo'lish kerak. Usta zoti o'yini egasiga o'rgatib turish kerak, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak. Ba'zi ustalar keladi, o'zingiz aytgan fikringizni to'g'rilab qilib bera olmaydi, lekin bulardan o'zlaridan versiyalar chiqyapti-da. Mana uni qilsak zo'r bo'ladi, buni qilsak deb. Men bu ustalarni 2 oy deganga zo'rg'a Toshkentga oldirdim. Men xafa ham bo'ldim ba'zan. Bular keladimi, kelmaydimi yana yoki boshqa ustalar aytami deb. Vodiydan juda ko'p ustalar telefon ham qildi. Biz o'zimiz borib qilib beraylik deb. Bulardan arzon narx ham aytganlari bo'ldi ba'zilari. Lekin arzon ovqat tatimas edi eskilar. Mayli, men sabr qildim. Mana men o'zim o'ylagandan ortiq bo'ldi. Men bunaqa chiqadi o'ylamadim. Mana o'zlaringiz baho beraverasizlar. Hamma tomondan. Sizga ham rahmat. Hurmatli obunachilar, ko'rdilar xona egalarining fikrlari. Endi asosiysini olganda kelib bitqizdik. Endi to'g'ri kutishib qoldi. Orada usta keling, kelmayapsiz, juda yolg'onchi bola ekan degan gap so'zlar ham bo'ldi. Faqat o'chirib bilan ketyapti. Xudo xolasa, endi siz ham like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa keyingi safar sizga bo'lish ehtimoli juda katta. Sababi hamma olingan zakazlarimiz ham 100% qilinmaydi. Shuni to'g'ri tushuninglar. Orada ba'zi birlar atkaz bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlar yana ham tezroq borib qolamiz. Fikr mulohazalarni eshitdilaring. Endi o'zlaring fikrlaringizni chiroyli qilib kommentda qoldiraverasizlar. Hammaga rahmat, salomat, zo'r bo'laveringlar.